Bugun sizlarga bitta voqeani aytib bermoqchiman. O'zimni hayotimda bo'lgan. Hozir o'qishga ketyapman va birgalikda make-up qilamiz. Bu yog'ini ozvuchkada davom ettiraman, chunki ovozim to'liqligicha yetib kelmasdi. Xullas, o'sha bolalik vaqtda 3-sinfda o'qiyman. Ukam bilan maktabdan qaytayotgan bo'lganman. Sinfdoshim Dinara ismli qiz bilan va bizning yo'limizdan bitta homilador ayol chiqib, 4-sinfdagi Sardor degan bolani ko'rmadinglarmi deb so'rab qolgan. Men rosa aqlli qizman, hammani taniyman. Va u ayolga ko'rdim. Ularda jismon tarbiya polada futbol o'ynayotdi. Polaga boring degan. Polasini bilmayman-da, yo'l ko'rsatib bera olasizmi deb so'ragan. Va o'sha joyda eng katta ahmoqlikni qilganman. U ayolni polaga olib borganman. Tushunishingiz uchun polaga ham tashqaridan, ham ichkaridan kirsa bo'lardi u vaqtlar. Ukam va dugonamga shu yerda turib turinglar deb, u ayolni maktabni ichidan emas, o'sha tupikli yo'ldan polaga olib borganman. Taxmin qilingchi, shundan so'ng nima bo'lgan? 3-sinf kichkina qizchaman va u ayol shunday bo'g'zimdan bo'ynimga nimadir tirab, baqirsang o'ldiraman degan. Like bosib, podpiska bosib qo'ying, davomini keyingi reelsda aytaman.